Endi e'tiboringizni tibbiyot mavzusiga qaratamiz. Bugun murakkab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazish uchun xorijga borayotganlar shu yerning o'zida shifo topishmoqda. Dunyoga mashhur shifokorlar jalb qilinib, mahorat darslari o'tkazilyapti. Fransiyalik professor Olivier Baron bolalar milliy tibbiyot markazida mahorat darslari va noyob operatsiyalarni o'tkazdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. 32 yillik amaliy tajribaga ega bo'lgan fransiyalik jarroh tug'ma yurak nuqsonli bemor bolani davolash borasidagi yuksak malakasini namoyon etdi. U tashrif doirasida 2 muvaffaqiyatli operatsiyani amalga oshirdi. Shundan biri O'zbekistonda ilk bor bajarilgan noyob jarayon sifatida qayd etildi. 13 yoshli bemor ko'p yillar turli klinikalarga murojaat qilib davo topa olmagan. Uning magistral qon tomirlar transpozitsiyasining korregerlangan turi, qorinchalar aro devor nuqsoni va o'pka arteriyasi to'rayishi kabi murakkab tashxislari mavjud edi. Operatsiya turi double switch, qon tomirlarining yurakka kirish va chiqish qismlaridagi o'rnini almashtirish jarayonini o'z ichiga oladi. Professor Baron yangi O'zbekistondagi islohotlar va tibbiyot sohasiga, xususan bolalarga bo'lgan e'tibordan juda mamnunligini ta'kidladi. Kardioxirurgiya yo'nalishida faoliyat yuritayotganimga 32 yil bo'ldi. Bu yo'nalishda butun dunyo bo'ylab murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajarib kelmoqdaman. 2017-yildan boshlab yurtingizga ish safari bilan kelishni boshladim. Bu galgi kelishimdan maqsad og'ir va murakkab, kam uchraydigan tug'ma yurak nuqsonlarini davolashda qatnashish, shu bilan birga mutaxassislar bilan malaka almashishdir. Shuningdek, bu orqali og'ir turdagi yurak xastaliklari jarrohligi amaliyotini yurtingizda ham yo'lga qo'yishdir. Bolalar tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi eng yaxshi klinikalardan biri hisoblanadi. Dunyo standartlariga mos ravishda jihozlangan va qulayliklarga ega. Bu yerda bemalol og'ir turdagi jarrohlik amaliyotlarini bajarish mumkin. Qayd etish joiz, bolalar milliy tibbiyot markazi ushbu turdagi murakkab va noyob operatsiyalarni o'tkazish uchun zarur sharoitlarni yaratib beruvchi zamonaviy markazga aylangan. Kuni kecha 13 yoshli bemorimizga double switch degan o'ta murakkab tug'ma yurak nuqsoniga juda kamyob operatsiya bajarildi, muvaffaqiyatli. Bugun esa 11 yoshli bemorimizga xuddi shunga o'xshagan kamyob murakkab tug'ma yurak nuqsonida bajariladigan Nikaido operatsiyamizni qildik. Bu hamkorlik natijasida shu murakkab kamyob tug'ma yurak nuqsonlarini kelajakda O'zbekistonda to'liq o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan bajarishiga erishamiz. Mazkur murakkab amaliyot orqali bolalar milliy tibbiyot markazi malakali mutaxassislarni jalb etish va zamonaviy tibbiy yordam ko'rsatish yo'nalishida o'zining yetakchi rolini yana bir bora tasdiqladi.